Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bugun 7-oktyabr. Bugun challenge'da 3-kuni. Yana uxlab qoldim. Kecha. Xullas, kech uxlaganim sababidan deb bahona qilmayman. Kech uxladim haqiqatan, lekin bu meni aybim bilan. Inshaalloh keyingi safar yana ertaga baxtli uxlab, baxtli turaman. Hayotda ham shundayda, odam har doim ham qilaman degan ishini qila olmaydi. Har doim ham o'xshamaydi. Shunda ham odam taslim bo'lmasdan yana davom etish kerak. Yana o'rnidan turib, bo'ldi endi deb tashlab ketmasdan qilish kerak. Inshaalloh shu 12-oktyabrgacha harakat qilaman turishga, video joylashga. Hozir Koreyada bayram. Chuqsoq bayramiga hammada tam hech kim ko'chada yo'q. Mana ekskursiya. Havo bulutli. Odam kam ko'chada odatdagidan ko'ra. Mana turgan joylar. Bu yerda odamlar kelyapti. Talabalar asosan o'qishga boradi. Hozirda o'qish yo'qligi sababli hamma uyda. Chuqsoq bayramida o'zi ham bu safar bir hafta dam berdi. Hamma mazza qilib uyda damini olyapti. O'zim uchun kiyim chiqardim yana. Uyda o'tirib qolmaslik uchun. O'rgangan, bilgan narsalarimni o'rgatmoqchi bo'ldim. Ya'ni study guruh tashkillashtirdim. Bu ham 3 kunlik. Xullas, bu menga hozir yo'ldan o'tib oling. Mas'uliyatni olishlikni o'rgatadi. Ya'ni kimgadir deylik va'da berdim. Shu va'dam uchun chiqyapman soat 11 da uxlab. Agar kun bo'yi uyda o'tirardim-da, masalan. Buni masalan pullik qildim. Nimaga? U odamni ham xayoliga pul bergandan keyin chiqish kerak-da. Bepul qilsam bo'lardi buni. Lekin o'rtada value tursa, qiymat tursa, odam deylik u ham mas'uliyat his qiladi, men ham mas'uliyat his qilaman. Bo'lmasa ikkalamiz ham uxlab yotaveramiz-da. Bitta uka naqd yozilibdi. Hozir shu bilan o'tirib study qilamiz. Study guruh qildim. Xullas 3 kunga vaqtdan unumli foydalanishlik uchun. Bo'lmasa o'zimizni shunaqa tortmasak yotaveramiz endi. Shunaqa gaplar.